O'zbekistonda 1-iyuldan nimalar o'zgaradi? Spot iyul oyidan kuchga kiradigan qonunchilikdagi o'zgarishlar hamda muhim yangiliklarni eslatib o'tadi. Pensiya va nafaqalar miqdori oshirilmoqda. 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'mni, nogironlik pensiyasi esa 1 million 12 ming so'mni tashkil etadi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori quyidagicha etib belgilanmoqda. 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun esa qo'shimcha 110 ming so'm miqdorida. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilanmoqda. Shu bilan birga 1-iyuldan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiya va nafaqalar miqdorlari ham tasdiqlangan. Ular bilan batafsil spotda tanishishingiz mumkin. Nogironlik pensiyalari proaktiv shaklda tayinlanadi. 1 yoki 2 guruh nogironligi pensiyalari fuqarolarning alohida murojaatini talab qilmasdan avtomatik tarzda, ya'ni proaktiv shaklda tayinlash tartibi joriy etiladi. Hozirda ushbu tartib yoshga doir pensiyani tayinlashda qo'llanilmoqda. Ko'rish qobiliyati bo'yicha 1-guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga hamda yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmatni o'tagan shaxslarga kompensatsiyalarni elektron ma'lumotlar almashinuvi asosida proaktiv shaklda tayinlash belgilanmoqda. Nogironlik pensiyasi tayinlangandan so'ng kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning pensiya miqdori har 2 yilda yangi shaklda qayta hisoblab chiqiladi. Uy-joy qurilishida escrow tizimi joriy etiladi. Endi qurilishga ulushdorlarning mablag'larini jalb qilish escrow hisob varaqlari hamda ulushli ishtirok etish tartibi orqali amalga oshiriladi. Mazkur tartib 1-iyuldan joriy yil oxirigacha amal qiladi. 2026-yildan boshlab esa ulushli qurilish faqat escrow hisob varaqlari orqali amalga oshiriladi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Sherzod Hidoyatov tizim uchun dasturiy ta'minot allaqachon ishlab chiqilganini, sinovdan o'tkazilayotganini ma'lum qilgandi. Uning qayd etishicha, loyiha aholi mablag'larini himoya qilish, uy-joylarni o'z vaqtida va sifatli qurish, ularning qonuniyligini ta'minlashga qaratilgan. Butun tizim raqamli platforma orqali to'liq nazorat qilinadi. Loyihaga Rossiyaning Domerev davlat kompaniyasi jalb qilingan bo'lib, uning ishtirokida Toshkentning Sergeli tumanida pilot loyiha amalga oshirilgan. Hidoyatov ulushdorlarni firibgarlik sxemalaridan himoya qilish chorasi sifatida yangi tizim zarurligini ta'kidladi. U fuqarolar ishonuvchanligi tufayli developerlar amalda qurilishni boshlamagan loyihalashtirilgan uy-joylarni sotib olish holatlari ko'payib borayotganini qayd etdi. Endi pasport va ID karta kabi hujjatlarning elektron shakli rasman tan olinadi. Raqamli hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi doirasida belgilangan hujjatlarning unifikatsiyalangan raqamli servislari joriy etilishi ko'zda tutilgan. Yagona portal va ijtimoiy karta mobil ilovasida raqamli servislardan foydalanish imkoniyati yaratilib, ular O'zbekiston hududida majburiy tartibda qabul qilinadi. Elektron nusxalar tan olinadigan hujjatlar qatorida pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta polisi, tug'ilganlik hamda pensiya guvohnomalari, shuningdek diplom va talabalik guvohnomasi hamda kadastr pasporti kabilar bor. Eng muhimi, ularning qog'oz nusxalari banklarda, notarial idoralarda, ichki poyezd va havo qatnovida talab etilmaydi hamda ularni so'rashga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy kartalarni berish boshlanadi. Ijtimoiy kartalar yil boshida Toshkent shahri va Yangiyo'l tumanida sinov tarzida joriy etilgandi. 1-iyuldan boshlab barcha hududlarda bosqichma-bosqich ularni rasmiylashtirish boshlanadi. Mazkur karta bir vaqtning o'zida ham to'lov vositasi, ham ehtiyojmand toifaga mansublikni bildiradi. Kartalarni taqdim etish bilan Ijtimoiy himoya milliy agentligi shug'ullanadi hamda ularni moliyaviy agent, ya'ni rezident banklar muomalaga chiqaradi. Bunda 72 turdagi ijtimoiy xizmatlar, 76 turdagi yordam va 200 ga yaqin imtiyoz yagona elektron tizimga umumlashtiriladi. Ijtimoiy kartalarni olish uchun arizalar yagona portal, ijtimoiy karta mobil ilovasi, inson ijtimoiy xizmat markazlari orqali qabul qilinadi. Ayrim fuqarolarga kartalar bepul beriladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa o'zgarishlar bilan batafsil spotda tanishishingiz mumkin.